Juda ham omadliman. O'zi ham 2 ta olmos topib oldim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Shaxtaga bir tushgandim, shuncha olmos topib oldim. Olmosmisan olmoslar. Endi bularni toshdan ajratib chiqish kerak albatta. Toshdan ajratib chiqish uchun esa tushunmadim. Kim bu? Sehrgarmi? Nima qilyapti bu yerda bilmadim. Qarochi balki qishloqimiz ko'chib kelgandir, balki boshqa ishi bordir. Xullas hozir mana shu olmoslarni toshidan ajratib olishim kerak. Toshdan ajratib olganimdan keyin polностью olmosni o'zi qolsa, keyin bu olmoslardan narsalar yasasam bo'ladi yoki olmosni shaharga olib chiqib turib pulga almashtirib kelsam bo'ladi. Chunki bizning qishloqimiz olmos bilan savdo qilgandan ko'ra pul bilan savdo qilgan yaxshiroq. O'shaning uchun hozir shunday bularni sraz hammasini olmosga aylantirib olaman-da, keyin borib bankdan pul qilib kelaman. Bank shaharda bor, qishloqda bank yo'q, bilasizlar, bilmaysizlar, bilmayman. No bilishinglar kerak, chunki qishloqda bank ko'rganmisizlar? Men ko'rganman qishloqda bank, faqat u Power bankda. Tak mana bu yerda bir ikkita qolibdi. 31 cho'ta bitta yo'q. Bitta qani 32 ta bo'lish kerak edi. Ishga tushib qolganmi? Qayerga? Mana bu yoqqa chiqib ketibdi-yu mana. 32 ta bo'ldi endi. Tak bu yoqda yopamiz. Ana endi borib shaharga, qarochi bularda pulga aylantirib kelishim kerak. No hozir emas. Avval poliz ekinlarini tozalash kerak, chunki poliz bor, hayot bor. Poliz yo'q, hayot yo'q. Kito eta, kito legenda, kito chempion, kito gangster. Eta sehrgar brat demoqchi bo'ldim. Brat emas, sestra ayol kishi-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitcha? Yaxshi, o'zi ham yaxshimi so'pa? Nimaga? Nima qilyapsiz? Burningizga nima bo'lgan? Hech narsa. Men qishloqqa bir kun yashashga keldim. Faqat qishloqda uyda pulim qolib ketibdi. Uy qurdirmoqchi edim, pulim yo'q. Unda ko'chada yashaysizmi? Uyda bir kun yashab tursam zo'r ish bo'lasdi-da. Uyimda bir kun yashashingizni iloji yo'q-da, lekin. Nimaga iloji yo'q? Uyimda xotinim bor, xotinim o'ldiradi sizni bu yoqqa yashatsam. O'shaning uchun ko'chada yashayvering tinchgina. Men bo'lsa, takma bu yerdagi hosillarni tez yig'ishtiraman-da, keyin yo uyga qo'yib qo'yaman, yo borib janob merga beraman. Nima farqi yo'q. Janob merga berdim nima, ekib uyga qo'yib qo'ydim nima, baribir uyga qo'yib qo'ysam 1-2 kundan keyin borib janob merga beraman. Baribir foydasi yo'q. O'shaning uchun yo uyga qo'yaman, yo olib borib beraman. Tak, o'sha sehrgarni uyimga qo'yaymikan 1-2 kun yashab turishga. Xotinim bilan yashaydi, men o'zim yashamayman, chunki qani bir o'zim 2 ta xotin bilan yashashim mumkin. Ya'ni 2 ta xotin emas, 2 ta ayol kishi bilan. O'shaning uchun bu yerda yashamayman. O'zim bankka borib kelaman, shaharga kakras. O'sha payt yashab turadi, keyin esa uy topib olsa uyga, boshqa uyga ko'chadi. Lekin mehmonxona bor qishloqimizda. Aytgancha pulim yo'q dedi-ku. Puli bo'lganda mehmonxonada yasharmidi, xullas shunaqa. Qarochi, yana endi qiladigan ishim tak mana bu narsalarni bunday qo'yib yotibdi. Mana endi takoy bo'ldi. Qarochi, janob merga borib hosillarni topshiraman, keyin esa shaharga chiqib kelsam ham bo'ladi. Pul olib kelish uchun, ya'ni olmoslarni pulga aylantirish uchun. Tak, hozir janob mer yoniga tez borib kelsam, quyosh juda ham issiq, yoz keldi, soz keldi, yoz keldi, issiq keldi degandek. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Poliz ekinlarimni olib kelgandim. Joyiga qo'yib ket, har doimgi joyiga. Aha, mayli. Shu taxlab o'tirishim shartmi janob mer? Iloji yo'q, taxlamasak bo'lmaydi, chunki tartib, bu tartib. Ya'ni tartib, qaroch tartib zo'rda. Tushunyapsanmi? Tushunyapman. Bu yerda kimdir kartoshkani chirigini tashlab ketibdi. Kim tashlagan bo'lishi mumkin? Bilmadim, endi biror kishi tashlagandir-da. Tushunarli, yaramas, qaysidir jetel tashlab ketibdi-da unda. Shunaqaga o'xshayapti. Men ko'chaga tashlab ketaman unda. Mayli. Menda olmos bor, evaziga pul bera olmaysizmi mabodo? Yo, bankka borib almashtirib kelasan uni, tushundingmi? Mayli, unda poliz pullarni oldim. Mayli. Tak, hozir mana bu narsalarni ko'chaga musorlarni tashlab ketaman. Qayerga tashlasam bo'lmaydi, mashaqlarga tashlab yuboray, uzoqroqqa iloji boricha daraxt ekib qo'yish kerak iloji bo'lsa, chunki o'sib chiqsa yaxshi-yu daraxt. Mana kartoshkanchiligini polizga tashlab yuboraman. Bu daraxt esa mana shu bo'shroq joy topib turib ekib yuboraman. Keyin bizni qishlog'imizga kislorod ishlab chiqarib beradi. Mana shu yerga ekib qo'yamiz. Chotki menimcha atrofdagi o'to'lanlarni olib tashlasam tezroq o'sadi. Chunki o'to'lanlar energiyani borini tortib oladi-da. Tak, ana endi mashina topish kerak. Mana shu mashina bilan dachchiga yonib qolibdi, kamayli. Mashina topishim kerak birorta shaharga borib kelish uchun yoki taksi chaqirayapmikan. Taksi chaqirgandan ko'ra borib kelgan. Bu yerda qo'y kimdir qo'ylari bor ekan bu yerda. Cho'ta kimdir qo'yini qo'yib ketibdi bu yerga. Qo'ylar qalinaysanlar, qo'ylar. Bu yerda cho'ta yangicha usul qo'llanibdi deyman. Mana hozir mana shu qo'ylarni yungini, shunday junini mana shunga yig'ishtirib olaman-da. Men kerak kravat yasayman. Ana brat, ya'ni opa bilasizlar nima deyapti. Qarochi, nima deyotganda Obbo esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Uyim yo'q, yashashga joyim yo'q dedi. Uyimga kirsam u opani. Keyin men uyimda yashash uchun kravati bo'lish kerak edi opani. Kravati yo'q.
Tak, короче, mana bu junlar uchun pul tashab ketishim kerak-ku bu yerga, to'g'rimi? O'sha bitta olmos tashab ketaman. Egasi menimcha bo'ladi desa kerak. No, bo'lmaydi desa o'zi biladi. Bo'lmasa bo'lmasin deyman. Menga farqi yo'q deyman. Tak, hozir yana nima qilsam bo'ladi? O'sha kravatni olib borib uyimga qo'yaman. Qalaysan, yetel techmisan? Ha, o'zing ham zo'rmi? Ha, zo'r. Xo'p, ana endi opaga borib kravatini beramanda o'zim bilasizlar nima qilaman. O'zim albatta shaharga borib kelaman. Shaharga borib kelgunimcha uyimda yashab tursin mayli. Lekin xotinim bilan birga kelishib yasha oladimi, yo'qmi? O'shanga hayron qolyapman. Opa, qarab oring. Ha, jiya qara, jiya deb qara, uka qalaysiz? Hozir gaplashdik-ku, jinnimsiz? Kaloshtak, sizga bitta kravat qilib beramanda, uyimdan joy beraman. Yashab turasiz. Men o'zim shaharga ketaman. Xotinim bilan yashab turasiz. Tinchgina, xo'pmi? Mayli. Faqat urishib qolmanglar, chunki urishib qolsangiz u xotinim karatega borgan, urib qo'ysa keyin men javob bermayman. Xo'p, ana endi kravat yasash uchun bizga taxta kerak bo'ladi, deb taxt olib kelayin va tosh ham kerak bo'ladi. Yana bir ikki narsa, xolos ko'proq narsa kerak bo'ladi. O'shalarni olib kelib opaga yasab beraman, keyin uyimda yashab turadi. O'zim esa shaharga borib kelaman.